Assalomu alaykum bizning kuzatuvchi obunachilar. Yana bitta darvozamiz tayyor bo'ldi. Yangicha high-tech darvoza. Bu darvozamiz Namangan Orzuga. Bu darvozamiz Namangan Oromgohga. Ikkita darvozamiz ham inshaalloh tayyor qilib qo'ydi. Darvozamizni ikkita yontagi shvellarda bo'lgan. Qo'rg'ov profillar 8 ga tor, 1.7 senka, opsiya o'rtalargacha 8 ga tor profilda bo'lgan. Kraskalarimiz avtomobilning banishniy kraska bo'lgan. Xudo xolasa bugun 15-iyun dushanba hafta kuni. Shimiz sifatiga baho bersani bo'ladi, o'tirib ummasi yepilmagan, silliq ishlab berilgan. Birinchi qo'l o'zimiz yasab, o'zimiz olib borib o'rnatamiz. Bu darvozamiz eskicha pianino fason. Hatto klientimizga qilib berganda, xuddi shuni o'zi qilib bering deb aytganlar uchun mashina eskicha fason, yangicha fasonlar bor, shunaqa qilarlar desam, yo'q, o'zim darvozamga takror qilib bering deydi.